Yana ikkita tuguncha, 3 ta krestик va bu rasmni romga solib devorga ossa bo'ladi. Yana ikkita burilish, 3 ta svetofor va men chempion. Mo'miqvoy bor, xalaqit berma, bo'lmasa rasmingni buzib qo'yasan. Mo'miqvoy xalaqit berma. Ko'ryapsanmi, oxirgi bosqichdan o'ta olmayapman. Tinchlaning! Qutqaruvchilar keldi. Voy bechoraginam. Uni tezroq isitish kerak. Hozir senga issiq sut beraman. Bir oz chidab tur, Mo'miqvoy. Shoshilma Zuhra. Issiq ovqatni sovutgichga qo'yib bo'lmaydi. Nimaga ekan? Bizning sovutgichimiz quvvatli va yangi. Unga hech nima qilmaydi. Chindan ham u yangi va shovqinsiz. Faqat ayrim bezori mushukchalarni inobatga olmaganda. Lekin sovutgich bilan to'g'ri foydalanish kerak. Bizning sovutgichimiz tejamkordir. Men buni bilaman. To'g'ri, qachonki texnika anjomida katta A harfi plus belgisi bilan bo'lsa, u elektr energiyani tejamlaydi. Unda nega jahling chiqdi, Quvvatjon? Agarda sovutgichni eshigi zich yopilmasa yoki uning ichiga issiq ovqat qo'yilsa, unda hatto zamonaviy sovutgich ham elektr energiyani 30% ga ko'proq isrof qiladi. Shunga muvofiq elektr energiyani ishlab chiqarish uchun neft va gaz kabi foydali qazilmalarni ham 30% ko'p sarflash zarur bo'ladi. Davlat miqyosida bu juda katta hajmda qimmatbaho va o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan zaxiralarni behuda sarflanishiga keltiradi. Bundan tashqari, buning hammasi ortiqcha chiqindilar ishlab chiqaradi va ekologiyani zararlaydi. Shuning uchun sovutgichni ishlatayotganingizda hushyor bo'linglar va uzoq paytga uydan ketayotganingizda sovutgichni ta'til rejimiga o'tkazishni unutmang. Hammasi tushunarli. Endi sovutgichni eshigini zich yopamiz. Sovutgichning ichiga faqat sovitilgan taomlarni qo'yamiz va ta'tilga ketayotganimizda sovutgichni ta'til rejimiga o'tkazamiz. Energiya, suv va gazni tejaymiz va jonajon sayyoramizni hamma uchun saqlaymiz.